Hurmatli obunachilar, Shvedni go'zallari. Bo'ylari 1.15 plus atrofida yosh, hop, ko'chat buqalar obunachilar, oq quloq, oq tumshuq bozorda xudo xolasa eng oldi Shved buqalaridan. Obunachilar mana puler turibgan savdolari bo'layapti. Ikki bosh bor ekan akalarimizda. Xudo xolasa mana ma'lumotlarni to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari. Obzor 24 kanalini kuzatib boruvchi buqa ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 2-kuni seshanba, 5-may 2026. Obunachilar, videoni yonboshlatib ko'rishni unutmanglar, like bosib gumidlatib ketasizlar. Xudo narxlarni yoritib beramiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? Jupa pulimi? Отдельно aytamizmi? Jupa 54 million kam bor deb. Bozor pul erdimi? Bozor pul erdimi? Qancha beryapti? 48. Yebit so'rasa bir hafta garantiyasi bor-a? Orqalaridan ham bor. Ek hafta ham bor ekan. Xudo xolasa kasalliklardan juda o'ylanmaysizlar endi. Kasalliklar ham tugaydi, kuni issiq bo'lib qolib, xudo xolasa mana mollar ham yashur, dermatik, xudo xolasa mana kasalliklar ko'rmayapmiz bozorda ham. Mollar olsalaring, cho'chimay olsalaring bo'laveradi. Vaqt o'tkazmasdan deydi-yu, mana. 54 million pul aytyapti, narxlarni o'zlaring qanchaga bermaganini eshitdilaring. Aka, nomer aytib bering ishqiboziga, telefon nomer. Nomer aytib keting aka. Hop. 130 Hop. 17 Uyda ham bormi ekan? Taksi rab ekan. Dastavkamiz? Dastavkalar vodiy bo'lib yetkazib beramiz deyapti. Yaxshi. Greenford, Shved, xudo xolasa Eston ham ko'rdim, yoritishga harakat qilamiz. Mana buqalarni qarang, Qirg'iziston buqasi obunachilar. Endi Qirg'izistondan tushmagani, chatishgan toza Qirg'iziston shvedlaridan mana. Savdolari bo'lyapti. Barakalari bo'lishmay yoritib ketamiz. Hop, aka qancha beryapti? Bilmayman aka. Nech pul berdinglar aka? 22 million 300 ming so'm qorasiga pul beryapti ekan mana. Xohlasa baraka bo'lish bilan yoritamiz. Bo'ylarni aytib ketamiz. 1.15 plus 1.20 ga borib bormaydigan variantlari. Mana bu joyda ham yaxshi buqachalar chiqqan do'stlar mana. Shvedni mana asa baqutalar degan oq quloq, oq tumshuq bo'ylari 1.15 dan balandroq, ziyodroq do'stlar mana. Oyoq qo'llari uzun, baquvvat variantdan xudo xolasa olib baraka topadigan. Necha ariqligini hisobiga puli yengil, lekin olib mana shunaqa qilsalaring foyda qilasiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? 23. Bozor pul erdimi? 21 so'rayapti. 21 million savdosi bo'lib turibdi mana. Nomer aytib ketasizmi ishqiboziga? Ayting nomeringizni. 90 ha. 546 35 88. Mana aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz adashmasam savdogar, ha? Yana bormi aka uyda bundan? Tagi bormi? Tagi bor ekan, molda o'ylanmaysizlar do'stlar mana. Hop, qora ishqibozlar uchun mana qoralarini yoritib beramiz. Nech pul deyapsiz aka buni? O'zimizni mana haqiqiy qilimiga moslashgan joylari, kasallikka o'ynaladiganlar mana shunaqasi olsalaring, sovuqqa ham boshqaga xudo xolasa chidamli bo'ladi. Aka, nech pul oldi bular? Bozordan qaytyapti ekan endi. Narxini aytgisi kelmadi. Qancha pul erdi bozor? 22 million so'mga mana kecha o'tib berdi-yapti ekan, savdolari bo'lgan. Bo'ylari 1.15 atrofidagilarni ko'rsatyapmiz. Ha, bittasini aytib ketyapmiz endi. Orqasini nisbatan padiyonlik hisobiga shunday arzonroq, lekin molni eti bor. Hozir ko'rsatganimizdan mana bu Shveddan buni eti bor mana do'stlar mana. Qovurg'alari ko'rinib turibdi, bunda yo'qroq. Shu sifatiga qarab, molni etiga qarab pul bo'layapti. Nomer aytib ketasizmi ishqibozga? Sotib yuboramizmi? 95lik. Hop. 020 1006. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga. Shved buzolarni ko'rsatib qo'ying. Qaysi 3 tami har tomondaylar? Ha? Ular ham sizdanmi? 30 milliondan. Donasi. Xo'p, mana bu joyda 3 bosh Shved bor ekan. Obunachilar, bittasi toza toni, bittasi sal nisbatan xiraroq variantlari, arqalari keng holatda ekan. 30 million so'mdan kami bor deyapti. Bo'ylari 1.20 plus. Obunachilar, lekin buqalar yaxshi sifatli buqalar. Quloq tumshuq mana ko'rib turibsizlar, og'zida mana zivochkalari bilan kavsh qaytarib turib. Sog'lomliklaridan o'ylanmaysizlar ekan, bir hafta 10 kun garantiyasi beriladi do'stlar. Dastavkalarni ham qilib beraman deyapti. Bo'ylari deyarli bir xil, monosini nisbatan kichikroq olgan. Bo'ylari 1.15 atrofidagi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Buqani udar ekan, obunachilar mana. Qulog'ida skanerlar bilan to'pol varianti. Obunachilar bozorda eng xudo xolasa mana shu temtay ko'chatlar ichida olsa, adashmasam mana shu buqa bo'lib turibdi bugungi kunda. Aka, nech pul deyapsiz buni o'zini? 28 million narx aytilyapti. Qulog'ida mana
skanerlar bilan bosh ekan do'stlar. Oyoq qo'llar haqiqiy istagan tuyoq baquvvat variantidan. Aka savdosi bo'ldimi buni? Lekin sizga rasmani bilgan bo'lsa, olib chiqib. Hozir. Aka nechi pul deyapsiz? Pul berdingizmi? Kim kemetda chiqish bo'lsa ham sotib kelaveradi. Oshna 28 chekami bor. Semental otasi eshitdi. Onasi shved. Shvedga semental semenshinni gibrid varianti ekan. Xudo xolasa mana 28 kam bor deyapti. Ko'rsatdim aka. Pulini nechi pul berdi bozor savdosi qancha bo'ldi? 25 million savdolarni qilib turibdi bozor. Bilasizlar, har xil so'rab turibdi. Ishqiboziga nomerlarini aytib ketamiz aka. 99 deydi. 430 85 88. Mana aloqaga chiqib dastavkalarichi? Stavkasini ham kelishamiz. Dastavkadan o'ylanmishlar ekan, obunachlar dastavkalarni qilib beraman deyapti. Xolosalari shunaqasini olishlaringni tavsiya berib qolamiz. Sifatlariga orqasida yonboshdan o'zlaring baho berib ko'rasizlar. Xo'p, mana bu joyda ham do'stlar mana ikki bosh bor ekan. Hop, Greenfordga chatishgan variantlar. Do'stlar 100 emas, 100 deya olimni sababi egasi ham ayta olmaydi buni. Endi biladiganlar bo'lsa, bu narsalarni mana ekranda ko'rib turibsizlar o'zlaring. Baho berib ketaverasizlar, kommentariyaga yozib ketsalaring, biz ham bilmaganlarimizni sizlardan o'rganib olamiz. Aka nech pul deyapsiz? Aka buni qolardi. Qancha deyapsiz? 26 million bozor pul berdimi? Qancha so'rayapti aka? 25 dan chiqaveradi. 25 mana atrofida bo'lsa sotamiz deb. Nomer aytib ketaylik ishqibozga. Rossiyskiy semental, ha, bunisi-chi? Sharalles, ha, 94lik. 94lik, 462, 1999. Kimga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Arqalaridan, yonboshlaridan yoritib qo'yapmiz. Sifatli buqalar. Xudo xolasa yaxshi chiqqan. Mana bu joyda, mana bu kontrust kerak. Nima deysizlar mana obunachilar? Bo'yiga ahamiyat berib necha deysizlar? Bo'ylari bir 15 atrofidagi buqa. Hop, oyoq qo'llari tik. Mol 4 ga bo'linadigan bo'lsa ham 4 son deydimi? Korobka holatda stakan yo'q. Hop, qulog'ida skanerlar turishlarini qarang, sog'lomliklariga bir ahamiyat berib qo'yasizlar do'stlar. Arqalari keng holatda ekan mana. Bu qosolari mashqasini olishlarini tavsiya berib qolamiz. Narxlar nech bo'lyapti? Mana bu semental ham bor ekan, buni ham yoritamiz. Aka nech pul deyapsiz? Buqon. 35 bering. 35 million kam bor ekan. Bozor qancha so'radi? 33 millionga chiqqan savdosi mana. Sizlarga bir so'rasi bor, bir hafta garantasini qilib beraman deyapti. Nomer qo'yib ketasizmi ishqibozga? Sotib yuboramiz. Savdolari yetib qoldi, bozorlarni bersangiz. Hop, semental ishqibozlar uchun bo'ylari 1.15-17 atrofida 1.20 ga borib qoladigan, gazlari uzun. Hop, xudo xolasa sifatli, terilari ham, ranglari ham nima desa bo'ladi? Bilis berib turibdi. Xiraslanmasa, tanag'idan ekan, xudo xolasa. Aka nech pul deyapsizlar buqoni? Buni sottiramiz aka. Ish sopir ekan akamiz. Egasi ketib qoldimi? Ulg'amay qolibmiz mayli aka, lekin sifatli bir qo'ygan. Xo'p, yoshidan boqaman deganlarga do'stlar, mana bo'ylari 1.10 atrofida, 1.5 plus atrofida 3 bosh bor ekan bu joyda. Sizga semental, bir bosh Greenford ham bor ekan. Aka nech pul deyapsiz mashinasini? 24 million. Bozor so'radimi? 22 o'tib bering deyapti. 24 da pastida bitadi. Narx aytilaveradi. Qiziq bo'lsa mana aloqaga bulardan yoritib ketamiz, lekin sifatli obunachilar arqalarida yonboshlaridan ko'rib ko'rsa bu qolar ekan. Aka nomer aytib ketasizmi? Telefon nomeri aytib ketasizmi? Nomerlarni beraman deyapti. Kelishiladigan joyi bor ekan. Ayting aka. 90li 277 98 94. Mana kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Aytilgan narxlar muhim emas. So'z telefon qilib bog'langlar. Aka nech pul olibdi bu? Ha? 45 million. 45 million so'm bo'pti obunachilar. Qani ko'ringlar do'stlar, semental ishqibozlar uchun mana bunisi. Aka bunisi qancha bo'ldi? Aka 44 millionga bunisini berdi. Nargisi 45 million bo'pti obunachilar. Bo'ylari 1.35-40 atrofida obunachilar. Hop, ichkariga yana kirib sifatlilardan yoritib berishga harakat qilamiz. Kichkinalardan ham qo'yamiz xudo xolasa mana. Bozorni ko'rib o'zlaring baho berib ko'rasizlar. Odam to'g'risi sig'maydi bozorda. Savdogar ham bor, sotuvchi ham bor. O'zimiz jaydardan so'raganlariga bo'ylari 10 plus atrofida obunachilar mana kavsh qaytarib turibdi. Gazlari uzun variant. Mana bu joyda yana bir bosh, xuddi mana shu razmerda ko'pi. Hozir narxlarini yoritib berish keraklar. Nech bo'lyapsiz aka buni? 23 million so'm kami bor. Gazlari
Yuka terisidan ekan, tez o'zgaradi yuka terilari mana. Arqalari keng holatda deyapmiz mana. Jahongir aka bu qancha? 25 million so'm kami bor ekan. Do'stlar mana bunisi. Xo'p. Bozor pul berdimi aka bularga? Bozor pullarga qancha beryapti? 43 beryapti ikkovi. 43 million jupiga so'rab turibdi ekan, sotgani yo'q ekan. Ustiga ozmoz yursa, beramiz deyapti obunachilar. Nomer aytib ketaylik. Hop, 93 694 87 79. 79. Aka nima gap? Xo'p. Aka sizdanmidi bu? Shopirdigimi? Shuni bilmay qoldim, narx-navosini. Xo'p, shvedlar do'stlar mana. Shved ishqibozlar uchun yosh ko'chatlarni izlaganiga 1.5 plus atrofida. Gazlari uzun, xudo mana olib baraka topadigan variantlar. Tez o'zgarlaydi. Quruq o't bilan ham yaylov desam o'zgaruradigan holatdagilar. Qulog'ida skanerlari taqib qo'yibman, chiroyli qilib. Nech pul deyapsiz akalar buni? 60 million kami bormi? 30 milliondanmi? 30 million so'mdan kam bor ekan endi. Aytilyapti do'stlar, shvedda ham tozasigan. Sifatiga qarab baho beraverasizlar. Nomer aytib ketasizmi ishqoziga? 56 Boshqa ayting. 93lik. Hop, 156 03 90. aloqaga chiqib olasizlar. Molingiz maravordi, uchun boshqa ayting deyapman. Sifatli bolalar ko'p chiqqan, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yorib berishga harakat qildik. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab ketasizlar degan umiddaman bunaqa joylarga. Tomonlarda ham mana qator to'ldi. Aka shunisi o'zi nech pul? 16 million bersinmi? Narximi? 16 million bersin deyapman. Sifatga qaranglar obunachilar. Akamizni ko'p ekan. Buni sifatiga qaranglar mana. Shvedni zo'rini so'raganlar. Aka nech pul deyapsiz bu qani? 25 million. Puli ham jo'nagan, lekin sifatlari juda go'zal holatda ekan bu qaranglar obunachilar. Shunaqa mollardan olsalaring, xudo xolasa, yaxshi sotishga ham qiynalmaysiz bittadan. Aka nomer aytib ketasizmi siz? Telefon nomeri qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 90lik Hop, 542 hop. 67 30. Kimga qiziq bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, xudo xolasa, zo'rlaridan. So'raganlar. Xo'p, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar. Bitta like bosib ketinglar do'stlar.